Assalomu alaykum va rahmatullohi. Yaxshimisizlar azizlar? Bugungi sanamiz 2026-yil 1-mart sanasi. Bugunda nima ishlar qilyapmiz? Kechadan beri mana shunday tomadirlarimiz jo'yasiga har bir arig'idan 9 ta arava bilan 9 ta to'kib chiqib, yayratib ag'darib chiqyapmiz. Mana shunday qilib 9 ta to'kilgan har bir arig'idan ag'darilyapti. Mana shu ikki joyaga yetmay qoldi. Mana shu bu chetdagi o'zi bu chetda pomidorlari yaxshi bo'lardi, quyosh yaxshi tushadi. Yetganga zo'r bo'lardi, yanada yaxshi bo'lardi. Nasib bo'lsa inshaalloh mana shu arig'idan ham suvlaymiz. Kapilnidan ham suv quyaman, arig'idan ham suv quyaman. Yaxshi natija beradi degan umiddaman, nasib bo'lsa. Mana shunday holatlari. Bu yerlar soya bo'lgani uchun pastyanni sovuqqa ham yaxshi rivojlanmay, narigi boshlar issiq bo'ladi, quyosh yaxshi tushadi. O'shaga yaxshi avjab ketgan. Bu yerlar soya salqin bo'lgani hisobiga yaxshi rivojlanmagan. Nasib bo'lsa kunlar isyapti, bu yerim yaxshi rivojlanadi inshaalloh. Va sug'orishdan oldin bularga Jamshid Agro Buxoro degan kanaldan Jamshid akaning maslahati bilan shu gullashni boshlanishida va qiyg'oz gullaganda va yana endi tugib boshlagan paytda sepish kerak deb bir retsept qo'ygan ekan, sutli retsept. Qanday tayyorladim? Shu maslahati bilan 5 litr sutga 15 gram yod. Endi esimga qolganicha aytaman. 10 gram adashmasam temir va izidan borniy kislota 25 gram, magniy nitrat 50 gram, monofosfat kaliy 12 gram qo'shib tayyorladim. 10 litr suvga tayyorlab oldimda, shu 10 litr suvda 10 litr suvni bir aparatga 15 litr suv 3 litr solib va izidan 15 litrga to'g'rilab suv soldimda. Sepib mana. Qani natijasini ko'ramiz. Sepishda ham qanday? Bunday oldiga borib emas, yo'q, teparoqdan purkatib sepish kerak ekan. Mana shunday qilib ko'chatlarimiz hozir suvsaganroq. Natijasini bila ko'ramiz. Bu nima uchun? Gulini ko'paytirish uchun va har xil kasalliklarga kurashadigan bu retsept. Ko'chatlarimizning holati hozir mana shunday. Eng yaxshi joylarni ko'ryapsizlar. Ana natijasini ko'ramiz inshaalloh. Ko'chatlarimiz alhamdulillah to'yib boshlagan. Bir suv haydab 1-2 kun damab turamiz endi. Suv haydagandan keyin loyib qoladi. Yer yumshab turibdi hozir. Ag'darib chiqqanimizga va go'ng solingan
Dorini foydasini bilish uchun bitta ko'chatdan olamiz, mana buni ikkinchi qatordan. Mana shuni olaylik. Mana shu ko'chatni yaxshilab ko'rib olingizlar. Farqini keyin ko'ramiz, doridan keyingi holatini. Mana shunday bilan tuyib boshlagan. Shunday ko'chat. Qalinligi ham menimcha normalni ketyapti. Gulini ko'paytirish uchun asosan sepildi. O'ziga guli ham yomon emasda. Yana ham yaxshi bo'lishi uchun. Mana bunga 6 ta bor ekan, adashmasam. 6 ta. Keyingilarni ko'raveramiz endi nasib, inshaalloh. Mana shunday ko'chat. Belgisi mana qizil rang. Tekin.